Shoshilamiz bolalarim. Bu yerda demak, nimalar yo'qolib qolibdi? Erkakning darvozasidan o'tyapti, 4 ta shirinlik olyapti. Nechta shirinlik bo'ladi unda? 7. 7 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi. 3 bizda 3 raqami bor ekanmi, o'g'lim? Qaysi raqam ekan? 10 raqam ekan. 10 bolalarim. Shu kungacha biz 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni ko'rgandik. Ularni atigi bittagina uchchasi bor edi. Lekin 10 sonimizda u hammadan ham boyroq ekan. Uni nechta uyi bor ekan? Ikkita uyi bor ekan. Xo'p, sizga yozishingiz uchun, eslab qolishingiz uchun oson bo'lishi uchun o'rgatib qo'yaman. Qarang, 10 son qaysi raqamdan tashkil topgan ekan? 0 sondan tashkil topgan ekan. Xo'p, qarang. Ustuncha, teshik, kulcha takrorlaymiz. Ustuncha, teshik, kulcha. Demak, 10 sonida nechta uyi bor ekan? Ikkita uyi bor ekan. Mana hosil qilish uchun mana men 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni yozib qo'ydim. 4 ga 6 ni qo'shsam 10 bo'lar ekan. Yana nechini qo'shsam 10 bo'ladi. Shoshilmang, shoshilmang. Bu bitta so'rang. Abdurahmon, aytingchi, qaysi raqamni qo'shsam 10 bo'ladi? 9 ga bor ekan. Mana 9 bilan 1 birlashtirib qo'ydim. Hop, yana bu hamma gaplar nechini qo'shsam 10 bo'ladi? 5 ga Ha? 4. Yo'q, chalg'itma 5 ga 4 qo'shsa necha bo'ladi? 9 bo'lib qoladi. Aldamang. 5 ga 2 5 ga 2 qo'shsa necha bo'ladi? 8 qo'yaman. Hop, qaytadan harakat qilib ko'radimi? Nechiga qo'shsak yana 10 bo'ladi? 3 ga 2 9 ga 1 qo'shsak necha bo'lar ekan? 6 ga 9 bo'lar ekan. Endi bolalarim, o'g'lim, bular nimalar? Tulkilar qayerda yashaydi? O'g'lim, navbatdagi misolimiz sehrli darvoza deb ataladi. Birinchi darvozamizda bunisi nima edi? Sahiy edi. Ya'ni raqamlar sahiyga uchrashadi. Sahiyga uchrasa nima bo'lardi? 4 ga bo'lardi. Lekin ikkinchi darvozamizda esa qaroqchi edi. Ya'ni u nima qo'yardi? Qo'yardi. Endi birgalikda 3 sahiyning darvozasidan o'tibdi, 4 ta shirinlik olibdi. Unda nechta shirinlik bo'ladi? 3 ta Ha? 4 5 ta Barakalla, yozing 7 raqamini. Qaroqchining darvozasidan o'tyapti, undan 4 ta shirinligini olib qo'yapti. Nechta shirinlik qolyapti? Barakalla. Zo'r. Peki o'g'lim, 6 sahiyning darvozasidan o'tyapti, 4 ta shirinlik olyapti. Nechta shirinlik bo'ladi unda? O'zing miyang bilan ishla. 6 sahiyning darvozasidan o'tyapti va 4 ta shirinlik olyapti. Barakalla, 10 ta yozing 10 ni. Voy, kichikroq. Xo'p, yaxshi. 10 qaroqchining darvozasidan o'tganda undan 4 ta shirinligini olib qo'ydi. Nechta qoladi? 6 Barakalla. 1 soni sahiyning darvozasidan 4 ta shirinlik olib o'tdi. Necha bo'ladi? 5. Yozing 5 ni. Abdurahmon, 5 soni qaroqchining darvozasidan 4 ta shirinligini oldirib qo'ydi. Nechta qoldi unda? Barakalla. Zo'r. Kutyapman, qo'lim qolib ketdi havoda. O'g'lim, 4 soni sahiyning darvozasidan 5 ta shirinlik olib o'tibdi. Nechta shirinlik bo'ldi unda? 9 Barakalla, yozing 9 raqamini. 9, shoshilmang. 9 qaroqchining darvozasidan o'tayotganda 5 ta shirinligini olib qo'yibdi. Unda nechta qoladi? Nechta? Nima? Yo'q, 9. Qaroqchining darvozasida 5 ta shirinligini oldirib qo'yibdi. Nechta qoldi unda? 4 Barakalla, yaxshi. Ahmadjon, 1 sonimiz sahiyning darvozasidan o'tibdi. 5 ta shirinlik olibdi. Nechta bo'ladi unda? Barakalla, 6 ta. 6 ga aylangandan so'ng qaroqchi darvozadan o'tibdi. 5 tasini olib qo'yibdi. 5 ta qoldi. Bitta. Ha, ana shundoq. Qo'rqib ketdimi Ahmadjon? Barak. Ikki raqamimiz sahiyning darvozasidan 5 ta shirinlik olibdi. Nechta bo'ladi? 5mi? Ha? 7 mi 8 mi? 7. Barakalla, yozing. Voy, 7 ni chiroyliligini. Shoshmang, qolib ketdi. 7 soni qaroqchining darvozasiga kelganda 5 ta shirinligini olib qo'yibdi. Nechta qoladi? Shoshilamiz bolalarim. Bu yerda demak, nimalar yo'qolib qolibdi? Bu yerda nimalar yo'qolib qolibdi bolalar? Uychaning ichida raqamlar yo'qolib qolibdi. Ular qayerga chiqib ketib qolibdi? Ko'chaga chiqib ketib qolibdi. O'z uylariga qaytarishimiz kerak ekan. O'g'lim qara. Bolam qarachi, birinchi qatorda 2 ga 3 ni qo'shsak necha bo'ladi? 5 ga yana nechini qo'shsak 10 bo'ladi. Demak, 5 raqamimizni olamiz va uchasiga qaytarib qo'yamiz. Oling, ha? Darrov uchasiga qaytaring. Barakalla bolam. Navbatdagi qator 3 ga 1 ni qo'shamiz necha bo'ladi? 4. 4 ga yana nechini qo'shsak 10 bo'ladi. Barakalla, oldini darrov uyga qaytarib qo'ying.
Yaxshi. Endi bolam o'zing hisoblachi. Shu qatorni qo'shganingda 10 soni hosil bo'lishi kerak. 6 ga 1 ni qo'shamiz. 7. Xo'p, 7 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi. Uchni bizda axir 3 raqami bormi? Biz 2 ni u yerga qo'ya olamizmi, Xolid? Qo'ya olamizmi? Nechi bo'ladi 2 ni qo'ysak? 8. 8 bo'lib qoladimi? 6 ga 1 ni qo'shsak necha edi? 6 ga 1 ni qo'shsak necha edi? 7. 7 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi. Uchni bizda 3 raqami bor ekanmi, o'g'lim?